Xamirlari qarsildoq, ichlari sochinib chiqadigan mazali nomini eshitsangizchi, dangasa somsa tayyorlaymiz. Un, tuz, eritilgan margarin, suv solib yaxshilab xamir qorib tindirishga olib qo'yamiz. Nachinkasiga somoncha to'g'ralgan kartoshka, piyoz, go'sht, ziravorlar solib, uni ham chetga olib qo'yamiz. Xamirimiz tindi, yoyishni boshlaymiz. Unlab xamirimizni yoyib, katta qilib dumaloqlab yoyib olamiz. So'ngra xona haroratida eritilgan margarinimizni ham surtib olib, nachinkamizni videoda ko'rsatilgandek qilib solib olamiz. So'ngra o'rtasini pichoqda shunday kesib olamiz. Xamirimizni yaxshilab o'rab olib, listimizga joylab, ustiga tuxum sarig'idan surib, kunjutlarimizni sepamiz. Qizib turgan 180 gradusda 35-40 daqiqa pishirib olamiz. Albatta iftorlik uchun qilib ko'ring, shunaqa mazali va barakali chiqadi.